Dilshodjon aka, hozir quyilayotgan jarayon ko'rdik, juda ham chiroyli holatda, sostavlari ham yaxshi ekan. Xo'p, endi bir boshdan afzalliklarni aytib o'tsangiz, juda ko'pchilik buni qilsak bo'ladimi, yo'qmi, bizga plyusmi, minusmi deb ko'pchilik bunaqa yangilikni qilgani o'ylanadi. Xonadon egalariga qanaqa plyuslari bor? Bu xonadon egalariga birinchi o'rinda tez bo'ladi, ikkinchi o'rinda bu ko'pchilik yog'och chirib qoladi deb so'rashadi-da. Bu chirimaydi. Nimaga desangiz, buni tarkibida qum, sement, pena, fibra bo'ladi. Mana bu izaspanimiz ham ikki tomonlama havo o'tkazadigan nima? Havo o'tkazadigan bo'ladi. Bu qum bilan sementdan o'zi tabiiy narsa havo o'taveradi. Tabiiy narsa. Endi keyin bu pena narsa baribir pena issiqda ham, sovuqda ham zo'r ushlaydi. Demak, mana yozda konditsionerda kamroq rasxod qilishadi. Demak, tashqaridan kelayotgan issiqni ushab qoladi, uyni ichiga o'tkazib olmaydi. Xo'p, endi qishda keladigan bo'lsa, ichkarida issiqni tashqariga chiqarmaydi. Demak, shu tomonlama ham yozda, ham qishda rasxoddan tejalamiz. U bir, ikkinchisi mana bu uylarda qamish tashalgan nimalarda chichqon, kalamish, o'rgamchik o'sha narsalar ham ko'p bo'ladi. Bunda chichqon kalamish bo'lmaydi bunda. Demak, ko'p joylarda loy bosiladi. Loy o'sha paytlarda zo'r bo'lgan, lekin hozirga kelib loydan ko'pchilik foydalanmayapti. Xo'p, sababi uning uchun alohida turpoq, siz aytganingizdek somon, brigadani eng ko'pini olib kelish kerak. Hozir bu yerda 3 ta odam ishlayotgan bo'lsa, unga kami 10 kishi, 15 kishi kerak bo'ladi. Bunaqa texnika bo'lmaydi. Paqillab quyiladi, to'g'rimi aka? Keyin loyda uyitib qo'y. Undan tashqari aytganimizdek 10 ta 15 ta odam ovoragarchilik, keyin chang bo'laveradi, to'g'rimi? Shu tomoni bor. U chang, ya'ni hali patologlarda aqapaqa patr-putur qilib chichqon kalamishlar yuguradi. Bunda yurmaydi. Buning ichida shisha tolasi bor. Chichqon kalamish nima qilmaydi. Endi sement bilan qum bo'lgani uchun bu qattiq beton. Yana beton bo'lib, qatib qoladi. Buni ustidan sakrasangiz ham hech narsa bo'lmaydi, xudo xolasa. Demak, shipiri foydalansa ham bo'ladi. Ustiga bir sklat qilsa bo'ladi, tomga. Yo masalan o'zdan qo'yadigan narsalarni, yo mansard qilib yashasa ham bo'laveradi. Stiyashkalar ham qo'yyapmiz. Mana stiyashkalarda javon shkaf, odam ustiga mana mebel qo'yadimi, sakraydimi hech narsa. Stiyashkasi effekti bundan ham zo'r bo'ladi. Dilshod aka, qanaqa holatda qatib ketadi deyshadi. Shu holatda polni o'rniga qilsa ham bo'ladimi deganlarga aka? Mana shu o'tgan yili quygan joyimiz aka. Bitta sakrasangiz bo'ladimi? Mana aka, mana 90 kilo bo'lsam yorilib, postashadigan narsalar bo'lmaydi. Mebel qo'yasizmi, lesa, patlesa qo'yib nima qilasizmi, hech narsa bo'lmaydi, xudo xolasa. Xizmatini zo'r qilib beradi. Tekis holatda chiqqan. Mana shami yo'q. Sizga parket qo'ysa ham bo'laveradi. Parket, laminat xolasa shunga uzbini qo'yib olsa bo'ladi, bo'lmasa shu holatda gilom tashlasa bo'laveradi. Betga nech puldan qo'yib beramiz? Ash polga 55 mingdan qo'yib beryapti. 55 mingdan qo'yib berilaveradi. Zo'r necha santimetr? Bu 10 santimetr. 10 santimetr, 11, shunaqa qilib o'zimiz tagini zashibga qilib qo'ysa, tekizlab olib, lazerda qo'yib turib, shu hozir lazerda otsangiz hamma burchaga tekis chiqaveradi shunda. Demak, lazerda otib, chiroyli holatda o'rniga qo'yib beriladi. Qilib beriladi. Zo'r, o'zingizda baho berasiz. Hozirgi kunda juda ko'p joylarda pol chirib ketadi, undan tashqari g'ichillagan ovoz chiqib ko'pchilik g'ashiga tegadi. Hozirgi kunda shunaqa yechim qilinyapti. Eng asosiysi pastdan chiqayotgan zakni yerni ichida qoldiradi, tashqarisiga o'tmaydigan bo'ladi. Endi nimasi zaxiydi kelmaydi uyda. Zakni. Mana shu o'tgan yil quyilgan nima shu? Mana hech narsa bo'lgan yo'q. Mayda chiziq bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, uni ziyoni yo'q. Mana uyitlarda ham mana bemalol sakrasangiz hech narsa bo'lmaydi mana. Mabodo hali chiziq tushib qolgan bo'lsa, to'g'ri stiyashkaga ham ba'zi joylarda o'zi tushib qoladi-yu. Xo'p, aka, meni o'zimni eski uylarim bor edi, buzib yubordim. Xo'p, o'sha aytganimdek bir adashmasam 27 yil oldin qurilgan, loy shunaqa ko'p bosilgan, ustunlarni sindirib yuborgan, oz qolgan, bosib olish darajasiga kelgan. Bu yengil bo'ladi, ham suvni yaxshi ushlaydi, to'g'rimi? Yuk kelmaydi. Bunga hech qancha yuki yo'qda, sement bilan qumni yuki bor, xolos asosiy 70% pena bo'ladi-da. Demak, shu tomonlari ham afzalligi bor. Yengillik tomoni ham yaxshi bo'ladi. Keyin mana nima deyli, 200 kvadrat, 300 kvadratda necha kunda qilib bera olamiz? Endi bu bir narsa ish yursa bir kunda 200 kvadrat ham qo'yaveramiz. Yuboriladi. Ba'zida bir 100 kvadrat qo'yamiz. Ba'zida 150 kvadrat. Endi bu hali hamma joyda ish qandaydir har xil ketadi-da, uni nima qilish 200-250 kvadratgacha ham qo'ygan paytimiz bo'ldi. Demak, misol loy bosadigan bo'lsa, ancha 8 kun, 9 kungacha cho'zilishi mumkin. Lekin bu 1 kun, 2 kunda hal bo'ladi. Bir kunda 100 kvadratni bemalol qo'yib ketyapmiz. Mana mashina nechinchi etajgacha chiqarsak bo'ladi? Ikkinchi etajda bemalol qo'yib beramiz. Qo'yib berilaveradi, aka, afzalligi. Keyin yana bitta narsani bilinglar, sizlarga doim yaxshi narsani tavsiya qilamiz. Uyni ichida ko'pchilik shikoyat qiladi, opa-singillar, mebellarimiz chang bo'lib ketyapti. Xo'p, endi mana qarang, uyi loy bosilgan, ustidan bosib beraverasizmi deganlarga? Bosib beraveramiz. Bosib berilaveradi, zarari yo'q.
Yo'q, zarari yo'q. Uyda ichi remont bo'ladigan bo'lsa, ustidan bosib oqib ketmaydimi? Yo'q, uni ustiga bunday yorug' joylarga sal tuproq tashlab olib turib, nima qilib, kechagida kirgida 300 kvadrat qilib keldik. Demak, yevro remontni ichi yevro remont, tashqarisidan quyib beraverdingiz. Zo'r. Hozir nech puldan qilib beramiz aka biz obunachilarimizga? 45 mingdan qo'yyapmiz 10 santimetrini. 10 santimetr. Sal yupqaroq bo'lsa, yana keyin 40 ming, o'sha nimasi yo'q. Endi 10 santimetr deganimiz bilan undan ham ziyoda chiqishi mumkin. Ha, u aniq ziyoda chiqadi, ha. Chunki metlari bir xilga joylab bor, unga ko'proq ketib qoladi. Ha, 15 lik joyi ham bo'ladi. Hali ba'zi joy chuqur 20 joyi ham bo'lib qoladi. Endi o'ta balandbas bo'lib ketsa, o'shanda yana 20 joyli bo'lib qolsa, o'shanda ba'zi joylar ana 7 shunaqa bo'lib qoladi. Hozir uyda egalarimizdan o'sha aytganimizdek 40 ming, 45 ming kvadratiga pul berasiz, bo'ldi. Qancha masalliq ketsa ham o'zlaringdan. Shu ketadigan material, izospani, sementi, qumi, penasi, fibrasi, shisha tolasi. Dastlabkasi o'zlaringdan. Hamma yo'g'i o'zimizdan bo'ladi. Uyda egasidan suv bilan to'k bo'ladi. Hozir bu xizmatlarimiz qayergacha endi aka? Butun O'zbekiston bo'yicha. Vodiydan tashqarigacha, vodiy ichi bir xil. Vodiydan tashqari joyga ozgina qo'shiladi. Demak, kelishgan holda telefon qilishaveradi. Agar kattaroq joy bo'lsa, oz-moz chegirma qilib beramiz aka. Katta joy. Mana hozir bu joyimiz necha kvadratga endi? Bu yerda hozir 70 kvadrat dedilar, hali o'lchaganimiz yo'q. 70 kvadrat atrofiga qo'yib berilyapti. Undan tashqari aka, mana hozir ko'pchilik men o'zim ham deylik, 8 xona uy solyapman. Shebenda hali to'ldirganim yo'q, to'liq. Endi men to'kli pol qilmoqchiman. Quyib beraverasizlarmi yo bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo'q, to'pli polni ustidan bo'lmaydi aka. Nimaga desangiz, issig'ida u tepaga uncha bermay qo'yadi-da, tagiga bo'ladi, yo bo'lmasa o'zi to'pli polni o'rniga quysangiz bo'laveradi. Bo'laveradi. Radiator qo'yaman degan. Ha, shunday gilom solsa bo'laveradi, bo'lmasam xolasa shunday gilom sol, xolasa laminat qilsa bu tek silliq bo'ladi. Endi buni biz tomlik uchun silliqlanmaganmiz. Uni lazerga otib turib, hozir nima bo'lsa quygan joyimizni ko'rsatamiz. Lazerga otib turib silliqlab chiqib ketgan nalimnoga o'xshab shunday laminat shunday ustidan bossa bo'ladigan bo'ladi, yo shunday kraskalab qo'ysa bo'laveradi. Qilib yaxshi tomoni to'kli pol qilmayman, men radiator qilaman. Menga shunaqa qilib tekis qilib steyajga quyib beringlar. Undan keyin parket qilaman deganlarga ham qo'l keladi aka. Ha, u yaxshi. Bo'lmasam aka, savol-javoblar bo'lsa, obunachilarimiz, yurtdoshlarimiz kommentariyada qoldirsin, aloqaga chiqsa. Hozir Dilshodjon aka tarkibida necha xil narsa bo'ladi общий? Общий pena 60-70% pena bo'ladi. Sement bo'ladi, qum bo'ladi, fibra bo'ladi. Sement necha foiz? Sement hozir konch eng yaxshi chiqyapti, sho'rlamaydi, nimasi kачествоsi ham nihoyat yaxshi chiqyapti. Ya'ni o'sha nimasi, eng ko'proq konch ishlatyapti. Bundan tashqari biznesini o'rganaman deganlarga apparaturingiz chiroyli holatda, nima deydi, amaliy shogirdlarga ham o'rgatib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, pulini stanoyda olasizlar. Bundan tashqari birinchi zakasingizni o'zingiz bilganlikda quyib beraverasiz. Demak, o'rgatiladi. Buni ham kelishgan holda. Quyib berish xizmati bor, ham shunaqa stanoyda olib biznes qilaman deganlarga qilib beriladi.